bu savolga javob bersan, masalan birinchi savol, ikkinchi savol tanlaysizlarmi yoki hamma o'zi tanlab olsin? Qay bo'lmasa, beshinchi savol olaman. 3 sizlar. Ular uchun oldi. 2 sizlar nechini olasiz? Yo 1 yoki 4. Bu 2 3 ga bu 4. Yo 1 yo 4 olasiz. Sizlar 4 olasizlar, o'qigizda bir xat akustik bir xat va xatlik farq. 2 minut vaqt, 2 minutda kim qaysi tayyor bo'lsa agar javob berasizlar. Darsda oxirida keyin har savolga to'g'ri javob yoki noto'g'ri javob deb aytaman. Sizlar baho qo'yib chiqinglar. Bu darsda oxirida baholarni har bir guruhni alohida aytaman. Kelishgan holda kimga javob beradi? Bir kishi faqat. Qaysi kun tayyor? Havuz ishlatib, qanday javob beryapsiz? Maksimum 3 ball. Qo'lib bo'lsa agar. O'zgina chalasi bo'lsa agar 2 ball. Agar umuman bilmasa 0. Birinchi guruh, ikkinchi guruh. Guruhning nomini ham keltirib qo'yasizlar, ha? Qoidasi bo'yicha boshqa bir qoidaga bog'liq bir hal bo'ladi. Agar maxraji va surati o'zgarmas bo'lsa ham agar deyiladi. Taqsim 2 bo'lsa to'g'ri kasr bo'ladi. Demak, surat. Mayda maxraji katta. Suratda katta bo'lib, maxrajda mayda bo'lsa ko'paytiruvchilar ko'paytmasdan iborat algebraik ifoda bu ko'phat deyiladi. Ko'phat deyiladi. Ko'phatlar bir nechta birxatning yig'indisidan tashkil topgan ko'phatlar deyiladi. Ko'phat deyiladi. To'g'rimi? Baxting. Oxirgi guruh Aljabr bu musbat hadlarni ikkilash, ya'ni manfiy hadlar tenglamalarining keyin qo'shilgan B kvadrat. Ana chiqib guruhlar yozilgan programma javob beradi. 2 ball to'g'ri javob. Chiqib yozsa aniq chiqariga to'y olamiz. Yozishga aniq. Shungacha 3 tanlab olsa bitta savol. Sherik. Uchinchi qaysi biri? 7. Nechdan qaytadi? Ana kim javob beradi? Biroz ko'paytirish kerak. Javobing shu. Javobini aytchi. Bo'luvdi daraja B.